Abdulloh domladan kim agar shu 5 ta tushni ko'psa, bu tushlarni e'tiborsiz qoldirmang. Ushbu videoda ustozimiz Abdulloh domla tush ko'rish va uning ta'birlari haqida juda muhim ma'lumotlarni berdilar. Agar siz tushingizda ushbu 5 ta holatni ko'rsangiz, bu nimani anglatadi? Yaxshilikkami yoki ogohlantirishmi? Videoda quyidagi savollarga javob olasiz. Qanday tushlar rahmoniy, qaysilari shaytoniy? Tush ta'biri qachon to'g'ri chiqadi? Aynan shu 5 xil tushni ko'rgan inson nima qilishi kerak? Do'stlaringiz ham ulashing. Zero ilm tarqatish ham sadaqadir. Yomon oyati bo'ldi. Bu rost tushlar ulamolar tomonidan irhosot deyiladi. Ya'ni payg'ambarlik kelishiga, payg'ambarlikni, vahiyni qabul qilib olishligiga payg'ambarimiz uchun tayyorgarlik edi. Agar mu'min Allohga haqiqiy qalbi bilan bog'lansa, chin qalbi bilan qattiq bog'lansa, Alloh bu bandani qalbini poklaydi. Nimadan poklaydi? Qalbiy kasalliklardan. Gina, hasad, hirs, kibr. Inson nimaga bir odamga hasad qiladi? Nimaga odamlarda oldida kibr qiladi? Chunki bu odamning qalbi kasal bo'ladi. Agar insonning qalbi sog'lom bo'ladigan bo'lsa, bunday narsalar uning qalbida bo'lmaydi. Birodarlar, sarmoya degan so'z bor. Qo'lingizdagi dasmoya, sarmoya. Inson bolasiga berilgan eng katta sarmoya nima? Pokiza qalb. Bir insonning qalbi pokiza bo'lsa, zo'r sarmoyasi. Bu qalb bilan zo'r hayot kechirsa bo'ladi. Oxiratni diyorini sotib olsa bo'ladi. Bu sarmoya bilan. Astagfirullah. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atalloha biqalbin salim. U kunda deydi Alloh taolo. Qaysi kunda? Na molu davlat va na bola chaqa foyda bermas. Magar nima foyda beradi? Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilargagina mana shu toza dillari foyda beradi. Haqiqiy foyda ko'rish qiyomat kunida bo'ladi. Haqiqiy ziyon ko'rishlik qiyomat kunida bo'ladi. Qiyomat kunidagi haqiqiy foyda kimga tegar ekan? Pokiza qalb egasiga. Alloh taolo qalblarimizni poklasin. Uning uchun Alloh taologa qattiqroq bog'lanaylik, birodarlar. Banda Allohga iqbol qilar ekan, Alloh azza va jalla uni qalbini poklaydi. Payg'ambarimizga mana shu poklashlik mujassad, moddiy ko'rinishda sodir bo'ldi. Mana rivoyatlarda bor, eshitgansizlar, Rasululloh 4 yashar paytida Banu Sa'd qabilasida yurgan davrida ikkita farishta kelib, ko'hragini yorib, ichidagi shaytonning ulushi bo'lgan qora alaqani chiqarib tashlashgan edi. Innama yuridullohu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bayti va yutahhirakum tathira. Alloh taolo aytadi: "Ey payg'ambar xonadonining ahli, Alloh sizlardan gunohni ketkazishni va sizlarni butunlay poklashni istaydi, xolos." Alloh taolo xohlaydi. Butun musulmonlarning oilasini poklanishligini xohlaydi. Bu o'rinda Hadisha roziyallohu anhoni payg'ambarimizga aytgan so'zni eslashimiz kerak bo'ladi. Vahiy kelib, Rasulullohning qalbiga qattiq qo'rquv kirib qolgan paytda xursand bo'ling. Vallohi Alloh sizga hargiz yomonlik yetkazmaydi, chunki siz falon sifatlar egasiz deb aytdi. Demak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ko'rsatilgan rost tushlar, jamoatlarni, hayvonotlarni ovozlarini eshitishligi, ularni salom berishligi Rasulullohga vahiy kelishligi uchun ko'rsatilgan nima edi? Tayyorgarlik edi. Ko'krak yorilish ham mana shu tayyorgarliklarning bittasi edi. Har bitta inson bolasining qalbida qora alaqa bor. Shaytonning ulushi deyiladi. Odam bolasi borki, qalbida shaytonga joy bor. Qon tomirlarida yuradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qalbidagi mana shu alaqa olib tashlandi, shaytonning ulushi qolmadi payg'ambarimizda. Endi kimdir aytsa, unda men ham borib yuragim yordirib o'sha alaqani chiqarib yuborsam, menda ham shaytonning ulushi qolmaydimi desa, bu noto'g'ri gap bo'ladi. Bu faqat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uchun xos bo'lgan ish edi. Bu ham mana shu ko'krakni yorib tozalanishligi payg'ambarlikka bo'lgan nima edi? Tayyorgarlik edi.
Iso alayhissalom yoshligida gapirgan birodarlar. Astagfirullah. Qala inni abdullohi atani al-kitaba va ja'alani nabiyya. Va ja'alani mubarakan aynama kuntu va avsani bis-solati vaz-zakati ma dumtu hayya. Shu payt chaqaloq Iso tilga kirib dedi: "Men Allohning bandasidirman. U zot menga kitob, Injil ato etdi va meni payg'ambar qildi. Yana meni qayerda bo'lsam xayr va barakotli qildi va modomiki hayot ekanman, namozni ado etishni va zakotni ato etishni amr qildi." Bu kichkina yo'rgaydagi chaqaloqni gapirishligi nima deyiladi? Nabiy bo'ladigan, payg'ambar bo'ladigan kishiga ertaroq berilgan bashorat deyiladi. Bu ham tayyorgarlik edi. Iso alayhissalom Maryam ona ko'tarib olib kelganda Isoni, qavmi Maryamni malomat qiladi. Shunda bir marta gapirgan, keyin gapirmagan Iso alayhissalom. To ana shu nutq qiladigan yoshga yetgunicha. Demak, Iso alayhissalomning gapirishligi payg'ambar bo'ladigan odamga ertaroq berilgan bashorat edi. Rost tushlar 6 oy davom etdi. Mana shu paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xilvatni, odamlardan uzoq bo'lishlikni xohlab qoldi. Alloh taolo payg'ambarimizning qalbiga mana shu xilvatni mahbub qilib qo'ydi. Birodarlar, ora-oradashi inson yolg'iz qolib turish kerak. Chunki odamlarning orasida doim aralashib yuraverishlik kishini Allohdan uzoqlashtirib qo'yadi. Odam yolg'iz qolganda Allohga munojot qiladi, Robbisi bilan gaplashadi, istig'for aytadi, duo qiladi, qalbi musaffo bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha kunlab Hiro g'orida qolib ketar edi. Oriflardan biri aytadi: "Dushmanlarim menga nima qila oladi? Axir bo'stonim o'zimni qalbimda bo'lsa, agar yurtimdan haydab chiqarishsa, bu narsa men uchun sayohat, chunki bo'stonim qalbimda. Agar qamab qo'ysa, bu men uchun xilvat. Robbim bilan suhbatlashaman, Robbimga munojat qilaman, chunki bo'stonim qalbimda. Agar meni qatl qilishsa, men uchun shahodat" deydi. Menga hech qanday zarar qila olmaydi ular, chunki hamma narsam o'zimni qalbimda deydi. Demak, inson uni hech kim chalg'itmasligi uchun, xayolini bo'lmasligi uchun ora-orada yolg'iz qolib turishlik kerak, xilvatda. Odam masjidga chiqib jamoat bilan namoz o'qishi mumkin, istig'for aytishi mumkin, Qur'on tilovatini qilishi mumkin, ammo baribir chalg'itadi odamchi. Kimdir gapiradi yoki sizni xayolingizda bo'ladigan bir ko'rinishlar bo'ladi, lekin hech kim yo'q bo'lganda-chi? Robbingiz bilan yolg'iz qolganda-chi? Robbingizni ko'rib turgandek munojat qila olasizmi? Agar shunaqa munojat qila olasangiz-chi, buni totib ko'rgan biladi buni. Buni totib ko'rgan odam biladi. Munojat nima edi? Robbingni ko'rib turganingda gapirganing qanaqa bo'lar edi? Ko'rib turganda qanday gapirar eding? Shunday his qilib gapirishlik. Odamlar bor, birodarlar. Odamlar bor, yolg'iz tura olmaydi. Hech qachon. Doim odamlar bilan bo'lishlik kerak. Gaplashish kerak, savol-javob qilish kerak, talashib tortish kerak, yolg'iz qola olmaydi. Nima bu? Bu musibat bu. Yolg'iz tura olmaslik musibat. Chunki haqiqiy mo'min yolg'iz qolganda Robbisi bilan munojat qilgani fursat bo'ldi. Yolg'izlikni yaxshi ko'radi, Robbisi bilan bo'ladigan mo'min. Ammo yolg'iz turishsa siqilib ketadigan, yolg'iz tura olmaydigan odam bu musibat ekan bu, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hiro g'orida o'tirdi, Nur tog'idagi. Va bir necha kunlab qolib ketar edi, kecha-yu kunduz. Kechasi tog'ning ustida yolg'iz o'zi qolib ketishlik vahima. Ammo payg'ambarimizning Alloh bilan bo'lgan xilvati, Allohdan topgan unisi bu vahimani yengdi. Inshaalloh birodarlar, Alloh siz bilan bizni umra yoki haj safari bilan ikrom qilsa, ana shu Nur tog'iga chiqaylik. Chunki bizdan borgan odamlarda 99% o'yga chiqmaydi. To'g'ri, farz emas, vojib emas, umuman hech qanaqa amal emas. Ammo payg'ambarini yaxshi ko'rgan, payg'ambarning hayotini o'rgangan odam bir chiqib qo'yishlik kerak. Bu tog' birodarlar anchagina baland tog'. Kuch-quvvatga to'lgan yigit ham 1 soat, yarim soat deganda zo'rg'a chiqadi. Undan tashqari Makka issiq.
Bu Makkani jazirama issig'ida u yerga chiqib borishlik nihoyatda mehnat, mashaq, xo'p chiqarmiz ham. Kechqurun qolib ketishlikni o'ylang. G'orda yolg'iz o'zingiz qolib kelsiz kechasi, tog', baland joy, xilvat, hech kim yo'q. Har xil xayollar odamni qo'rqitadi. Ammo payg'ambarimizni Allohdan topgan unsi mana shu vahimalarni nima qildi? Yengdi. Payg'ambarimiz mana shu g'orda o'tirar